yalang oyoq yoshligimni eslasamchi. Paxta terimiga chiqqanda kim tarvuz o'g'irlab yegan? 11-iyun sanasida bug'doydan keyin ikkinchi ekin sifatida, ya'ni ekkanmiz, mana somonlar ham turibdi. Yerda mana hosilini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisa 15-oktyabr kuni bu paxtani teramiz. Xuddi shu navni may oyida ekilgan yerga o'tamiz. Albatta. Bu nav Turkiyaning Progen zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan, Turkiyadagi eng peshqadam kompaniya hisoblanadi bu. Biz O'zbekistonga bu urug'ni olib kelishimizdan maqsad fermerlarimiz uchun eng muqobil, ya'ni g'o'za navini yetkazib berish. Hosildorligi yuqori, tola chiqimi yuqori va kasalliklarga chidamli va qurg'oqchiligiga chidamli nav hisoblanadi. Necha marta suv ichdim shu paxta? 2 marta suv bo'ldi. Birinchisi chigit suv, ikkinchisi yana bir marta shonada suv ichdi. Boshqa suv ichmadi. Og'ir sharoitli yerlarda ham demak yetishtirsa bo'ladi. Bemalol yetishtirsa bo'ladi. Armada va unum navlarimizda tola chiqimi yuqori. Defoliatsiya uchun juda ham qulay, erta pishar nav va hech qanday GMO'lar ushbu urug'imizda mavjud emas. Hosildorligi qancha bo'ladi o'rtacha? O'rtacha Turkiyada hosildorligi bu yil hisobiga 55-57 sentner bo'ldi. Sizga telefon qilishsa, chigitlari, urug'lari haqida ma'lumot berasiz, sotasiz. Albatta. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bepul konsultatsiya, bepul maslahatlar hammasi berib boriladi. Videoni fermer dehqon tanishlaringizga yuborib qo'ying.